Sut qayd qilish. Chaqaloqlarni qayd qilishi odatda katta hajmda bo'lmaydi. 1-2 og'iz hajmda bo'ladi. Eng muhimi 50% gacha bo'lgan chaqaloqlarda uchraydi. Bu degani ikkita chaqaloqni bittasi qayd qiladi degani. Bola nega qayd qiladi? Bola ortiqcha ovqatni chiqarib tashlaydi. Ko'pchilik onalar bu qusishni yoki qayd qilishni to'xtatishni imkoni bormi deb murojaat qilishadi. Aslida to'xtatish kerakmi? Agar chaqaloqda bezovtalik kuzatilmasa, vazni normada bo'lsa, hammasi joyida, 1 yoshgacha o'tib ketadi. Chaqaloqlarda qayd qilish bor, qusish bor. Keling, har birini ko'rib chiqamiz. Qayd qilgan chaqaloqlarda sut miqdori ko'p bo'lmaydi, 1-2 og'iz hajmda bo'ladi. Yengil oqib chiqadi, bola yig'lamaydi va kuchanmaydi. Qusgan chaqaloqlarda esa sut miqdori ko'proq miqdorda bo'ladi, bosim bilan otilib chiqadi, bola yig'laydi va kuchanadi. Farzandi ko'p qayd qiladigan onajonlarga tavsiyalar. Birinchisi, juda ham och qolib ketmasin. Sababi shoshib emgan vaqti havo yutishi mumkin. Ikkinchisi, emishga majburlamang. Uxlab qolgan bo'lsa, emizishni to'xtating. Uchinchisi, emizish vaqti pauza qiling hamda tik holatda ushlang. O'shanda kekirib, yutgan havoni chiqaradi. To'rtinchisi, agar farzandingiz butilkada ovqatlanadigan bo'lsa, teshikchasi juda katta bo'lmasin. Sababi butilkadan keladigan sutni oqimi kuchli bo'ladi. Beshinchisi, emizib bo'lgach 30 minut chaqalog'ingizni tik holatda ushlang. Qachon shifokorga murojaat qilasiz?